Avval Xudo yosh bersin, qozon to'la osh bersin. Ketmas davlat keng felu, yastiq to'la bosh bersin. Hammangizga omad u sabr ham bardosh bersin deya niyat qilamiz. Assalomu alaykum. Nasibing qo'shilsa kelursan Shomi Iroqdan, nasibing qo'shilmasa ketursan qoshi qovoqdan deydi. Yaxshilar, bugun mana shunday bir ajoyib kunda sizlar bilan nasibamiz qo'shilib uchrashib turganimizdan boshimiz osmonda. Ishonaveringlar. Nasib deydi xalqimiz. Bir niyat boshlansa Xudo xohlasa deydi. Bir oliftaro yigit yakshanba kuni 7 bilan turibdi-da, xotin debdi padariga la'nat, piyoda yurisham jonga tegdi. Pulni olib chiq, shu bugun bozordan boribdi, zo'r ot minib kelaman debdi. Xotini aytibdi, dadasi, mana pul faqat nasib deng, Xudo xohlasa deng. Akam xotinni so'kib ketdi. Qana ayolsan debdi. Tavba qildim. Pul naqd bo'lsa, bozorda nima ko'p? Ot. Xudo xohlasa ham, xohlamasa ham hozir minib kelaman. Chiqib ketibdi. Vaqt shomga yaqin bir payt keyinga chiqib qarasalar, akam kelayotganimiz bosh ham yugurib yo'liga chiqib, dadasi, ot olib kelaman dedingiz, qani ot? Desa xotin, Xudo xohlasa pulni o'g'irlatib qo'ydim deymish. Nasib. Mana bugun nasib qilgan ekan sizlar bilan uchrashib turish. Endi ko'rib turibsizlar, akkuratli yigitman. Ya rostda qaranglar, boshla deganda chiqib boshlab bordim. Sherik haligacha yo'q. Yo'q, rostdan. Ya biladi, bugun uchrashuv bo'lishini, hali gaplashuvdik, shunaqa uchrashuv bo'ladi deganimga o'zimiz haqimizda bir gaplashamiz degan gapni, fikrni berdi. Haqiqatan ham shu fikr to'g'ri. Chunki juda ko'pchilik bizni handalak deb taniydi-yu, haligacha ismimizni almashtiradi. Mani Zokir deydi, nimagadir uni ortiq deydi. Xullas, shu o'zimiz haqimizda bir gaplashamiz deydi. Yo'q. Nima qilay, o'zim boshlayveraymi? Ha, bo'pti, boshla desalaring menga farq yo'q. Kesin. Ha? Ya boshlayveraymi? Ya boshla desalaring bo'ldi, men boshlayveraman, menga farqi yo'q. Hech narsa emas menga uchun boshlash. Boshladim bo'lmasa, o'rtoqlar, men boshlayapman. Ha, kesin bo'pti. Men oyog'ini tovushidan taniyman, kelyapti. Ana. Ijozat eting. Ijozat etmasam-chi? Ijozat etmasligingizga ijozat etilmagan. Ijozat etishimga ijozat etilganmi? Ijozat etishingizga ijozat etilgan. Ijozat? Ijozat uchun rahmat. Men hammadan uzr so'rayman, haqiqatan ham kechikdim. Endi shunchagina bo'lsa ham kechikdim. Ya bir mana shuncha bo'ldi, ha? Gap qarang, shuncha emish. Shu tomondan keldingizmi? Ha, shu yerdan kelyapman. Shu yerda ikkita ayolni janjallashgan ovozi eshitilyaptimi? Ha, bizning xotin bir ayol bilan janjallashyapti. Ha, u qaysi biri sizning xotiningiz? Ular ham shu masalani hal qilishyapti. Shuncha odam kelibdi, handalak bilan uchrashuv bo'lar ekan deb qarang janjal boshlab kelganini. Keyin qarang, uchrashuv deganda ortiqjon? Ha. Kecha qiz bilan uchrashuvlaringga nech pul ketdi? Ana u qiz bilanmi? Ha. 1000 so'm. Buncha kam pul ketibdi? U qizning cho'ntagida boshqa puli yo'q ekanda. Ya, endi biz har kun uchrashamiz-da. Bir gal men to'layman, bir gal u qiz to'laydi. Ha? Yigit bo'lmay har balo bo'ling. Bir gal qiz to'laydi, bir gal men to'layman deb cho'zilib yurguncha shu qizga uylaning qo'ying-da endi. U qizga uylansam keyin men kechqurun kim bilan uchrashaman keyin men? Keyin bo'lajak qaynona ham yomon ko'p gapirar ekan. Voy, kecha yonlariga o'tkazib olib, keyin 24 soat gapirsa deng. Men qo'yil qolganim, bitta gapni ikki marta qaytarmayapti. Har gal sviji gapiryapti. Ya uni yo'li oson. Yo'q-e. Kimni qaynonasi ko'p gapirsa, men yo'lini o'rgataman. O'rgating, bu yerda hammaga kerak bo'ladi u fikringiz. Agar qaynonangiz gapiryaptimi? Tak. Siz chidab turaverasiz. U gapiraveradi. Men gapirmayman, ha? Chidab turaverasiz. Keyin bir chidaysizda sekin chidab turaverasiz. Chidab turaverasiz. Keyin shunga ko'nikib qolasiz. Yana chidaverasiz keyin. Bir boshdan chidaverasiz. Bir yil chidang. Qaynonangiz o'ziga o'zi gapiradigan bo'lib qoladi. O'zlarini qaynona bilan munosabatlari qalay?
Mani bilasiz-ku xarakterimni. Bu yerda bilmaydiganlar bor ekan. Bular ham bilishadi. Tepadagilar bilmaymiz deyishyapti. Men xarakterimni aytadigan bo'lsam, bechora qaynonani qo'lga olib qo'yganman. Yo'q. Uyga borsam, meni o'tkazishga joy topolmay qoladi. Yo'q. Eshik oldida turib qaytib ketaman. Lekin baribir ham sizga havasim keladi. Uylanganda oilasi bor. Uylangan nimasiga havasingiz keladi? Sho'ri qursinni uylanganlarni. Uylangani bittasi men bo'ladigan bo'lsam, 15 yil bo'pti keyin turmush qilganimizga. Haligacha xotinning tilini tushunmayman. Xotin meni tilimni tushunmaydi. Nima qilay? Tarjimon orqali gaplashib ko'ring. Bir kamim o'rtada tarjimon olib yotish qoluvdi. Nima qarang? Qarang, mana shuncha yoshi ulug', tajribali insonlar o'tiribdi. Ayting, bir juyakli maslahat berib qolishar. Ayting. Aytsin, mana uylanganlar aytinglar, kimga masalan xotini kechasi soat 3-4 gacha restoran yursa kimga yoqadi? Qani o'rnidan turib aytsin menga. Xotiningiz 3-4 gacha restoran yuradimi? Nima qiladi u 3-4 gacha restoran yurib? Shu ma'ni izlab yuradi. Almashtiringda bo'lmasa xotinni. Miyasi ishlaydimi buni? 15 yildan beri bitta yostiqqa bosh qo'yamiz. Almashtirib bo'ladimi? Bo'lmasa yostiqda almashtiring. Tavba qildim, gap o'zimizniki-yu. Men keyingi betda ba'zi bir yigitlarni tushunmay qolyapman. Mana bittasi yonimda, intelligent, ziyoli. Oxirgi marta xotiningizni bunday yoningizga olib, qachon qayerga olib bordingiz? Mana xalqqa ayting, qani siz olib bordik. Sizning gapingizga kirib ahmoq bo'lib olib bordik keyin. Qayerga? Zooparkka, hayvonot bog'iga deya. Xo'sh, olmadi. Ya unisi ham mayli. Oxirgi marta xotiningizga qachon bir narsa olib bergansiz? Siz nima uchun meni buncha odamning oldida tergov qilib qoldingiz? Gap kelib qoldi-da, gap kelib qoldi. Aytingchi. Olib beryapman. Xo'sh, erkakning o'zini vazifasi bor, olib berish kerak bo'lgan narsalar shularni olib beryapman. Masalan, mana kecha yakshanba kuni aytdiki, menga bitta yuvadigan, qurtadiganimni olib kelib bering dedi, olib kelib berdim. Bu meni vazifam haqiqatan. Yo'q. Eshitdilaringmi? Yuvadigan, qurtadigan apparat olib beribdi xotiniga. Nima olib bermayman? Rahmat sizga. Rosa pulingiz ketgandir-a? Endi rosa emas, vahima qilmang. To'g'risini aytish kerak. 3-4 ming so'mim ketdi. U 3-4 ming so'mga u qanaqangi apparat ekan? Yuvadigan, quritadigan. Shu tog'ora bilan arqon. Unisi ham mayli. Mana bugun 8-mart. Hozir uyga borasiz. Bir sovg'a polariga sovg'alarni berib qo'yganmiz. Xotinimga ham, avlodiga ham, o'zimiz tomonga ham berib qo'yganmiz. Men hozir shunday paytlarda bir sehrgar bo'lib ketmaganimdan pushaymon yeyman-da. Shu paytlari hali kosmonavt yigit bor, Solijon Sharipov bor, shunga havasim keladi. Nimaga? Har 8-marta uchib boradi shaqqara. Yo'q, tashvish yo'q. Shunday paytlarda sehrgar bo'lib qolsam deyman-da. Sehrgar bo'lsangiz nima karomat ko'rsatasiz? Ho'kizlarni sut beradigan, xo'rozlarni tuxum qo'yadigan qilib qo'yamiz deysiz. Nima qilardingiz? Yo'q, sehrgar bo'lib qolsam, erkaklarga chapatarka beraverardim. Erkaklarga bir quchoqdan gul berardim. Ayollarga endi gul bermasdim, sababi bular guldan bezor bo'ldi bular. Haligi frantsuzskiy parfumeriya deydi. Tilingiz kelishmas ekan-a? Polifirmiya. Ana shu hammaga ulashgan bo'lardim. Shuni nima qilasiz? Sovg'a qilib qarang, xotin-qizlarimizga. O'zi shularsiz ham qarang, qanday chiroyli. To'g'ri bir tomon. Ana qizni qarang, quyonni bolasiga o'xshab o'tiribdi, ko'ryapsizmi? Ana ayiqni bolasiga o'xshagan yigit yonidagimi? Meni nazarimda xotin-qizlarimiz uchun eng yaxshi sovg'a biz erkaklarning e'tiborimiz u ikki og'iz iliq so'zimiz. Eng arzoni ham shu. To'g'ri. Keling, shu erkaklar nomidan xotin-qizlarimizga shu so'zni biz aytishga harakat qilib ko'ramiz. Erkaklar nomidan gapirishga litsenziyangiz bormi o'zi? Dumaloq, uchburchak, pechat qo'yilgan. Qani gapiring endi. Bo'lmasa boshladim. Mehribon buvijonlar, go'zal opa-singillar, aziz onajonlar, siz hayotimizning gulisiz, siz xonadonimiz fayzi barakasi. Biz erkaklar sizni sevamiz. Rahmat. Rahmat. Men Zokirjon hali bularga aytdim, biz o'zimiz haqimizda sizlarga bugun gapiramiz deb. Rost, juda ko'pchilik muxlislardan savollar keladi. Masalan, qanday tanishib qolgansizlar deb so'raydi. Endi biz o'rtoqlar kursdoshmiz. Institutda birga o'qiganmizda, o'shandan buyon shu birga ijod qilamiz. Shunga ham
10-15 yil bo'lib qoldi, ha Zokirjon? Ha? Shunga ham 10-15 yil bo'lib qoldi deyman. Ravna 15 yildan buyon bir yostiqqa bosh qo'yib 3 ta farzandimiz bor. 2 qiz, 1 o'g'il. Ota izidan ketgani hali Ikkalamiz haqqimizda bo'lyapti gap. oila haqida emasmi? Birinchi savol oila haqida bo'layotdi-ku. Albatta, oilangiz haqida gapiring. Oilalari haqida. O'sha gapirganimda 1 qiz, 1 o'g'il, 1 xotinim bor edi. Yaqinda yana bir qizchalik bo'ldi. Boya aytganimda 2 qiz, 1 o'g'il bo'ldi. Kichkinagina oilachamiz bor. Endi o'rtoqlar, bizniki 3 ta o'g'il, enasi bilan komplekt. Bu kishi shu strib kishi. Optim oladi. Arzon tushsin deb. Yomonsiz. Sevganmisiz Zokirjon? Sevganman, sevilganman. Hali sevaman, sevilaman yana. Men o'rtoqlar uylanganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yildan beri bitta ayolni sevaman. Shunaqa gaplarni gapirmaylar, xotinim eshitib qolsa betimni yuladi deysizda, o'zingiz mana bunaqa joyda gapirib o'ryapsiz bilib bilmasdan. Bittasi keyin xotiningizga aytsa, xotiningiz kelib betingizni yuladi, keyin bizdan do'nkasiz. Shunaqami? Nima ekan debman. Ha, aytaversin. Shu xotinimni sevaman men. Yomon gapni bilasiz-a? Yomonsiz. Qo'chqorvoy opa. Aka. Yomonsiz, yomonsiz. O'zingiz qanaqa bo'lgan kelin bilan tanishuvingiz? Meni tanishuvim yomon qiziq bo'lgan. Men ko'chada taksi ushlayotgandim. Taksiga uchtakcha olib deb men qo'lim bilan naq qilsam, taksi to'xtamasdan o'tib ketib qoldi-da, yo'lning narigi tomonida shu yangalaringiz turgan ekanlar, kelinlaringiz. U kishi o'ylabdilar, meni chaqiryapti deb yugurib yonimga keldilar. Shu qaytib ketmadilar-da. Sizni kelinni o'g'irlab ketgan, olib qochgan deydi, u gaplar yolg'onmi bo'lmasa? Ya rost, haqiqatan qochoq quva bo'lgan. Kim quvgan? Otasi bilan enasi quvgan. Enasi yomon chopa ekan, kelinay. Otasi charchab qolyapti, tili galustiga bo'lib osilib tili. Onasi otasiga yordamlashib yana chopadi dorg'amizdan. Oxiri nima bo'ldi? Yetib oldimi? Yetib oldi. Ikkalasi ham bizlar bilan yashayapti hozir. Nima uchun ko'rsatuvimizning nomi Handalak? Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan Handalak deb qo'ygan biza. Ramziy ma'noda. Mana sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarning ismi bilan atashga harakat qilasizlar, yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi? Yo'q. Shu uchun biza Handalak deb qo'yganmiz. Handalakman polizda, lekin qandman og'izda, lekin qandman og'izda. Yayrab o'sdim dalada, tarvuz menga xolada, tarvuz menga xolada. Qarindoshim oshqovoq, osiltirar qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq. Meni faxrim shiramdir, qovun katta enamdir, qovun katta enamdir. Katta enang deb qolsa bittasi nima qilasiz hozir? Demaydi. Shu narsani aytish kerakmi hozir? Sanatkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Men sanatkor bo'lmaganimda menimcha qo'shiqchi bo'lardim. Nimaga endi qo'shiqchi? Hozir kimni ish yurishmasa qo'shiq aytyapti. Men sanatkor bo'lmaganimda doktor bo'lardim. Juda meditsinaga qiziqaman. Itni ham davolay olmaysiz. Nima qilasiz meditsinaga aralashib? Odamlarning oldida unaqa qilib odamning avtoritetini tushirmay tavba qildimi? Men o'rtoqlar juda ko'pchilikni davolaganman. Ya, men ishonch bilan gapirasiz shunaqa gaplarni. Ya, rostda juda ko'pchilik kelar edi. Hozir birontasi kelmaydi. Tuzalib ketganda. Tuzalib ketganmikin yo o'lib ketganmikin? Siz odamni aytib yerga uravermang, avtoritetni tushib berib. Unaqa bo'lmaydi deb tavba qildim. O'rtoqlar, menda любой kasalga davo bor, dori bor. Bor. Qaranglar, mana shuncha odam guvoh. Mayli, men sizdan so'ray qani, hammasiga garantiya doringiz bo'lsa,
Mani masalan sochim oqaryapti. Oq sochga nimangiz bor? Qani? Oq sochga chuqur hurmatdan boshqa hech narsa yo'q. Yo, siz jiddiy javob bering. Jiddiy savol bo'lyapti bu yerda. Mana masalan to'kilayotgan sochni qanday asrash mumkin? Ya, bironta quti choyni ichiga solib qo'ysangiz turadi. Ya, siz menga bu yerlardan so'rang. Men bu yerlardan so'rang. O'zim ham o'yladim doktor bo'lsangiz ham o'shalarni tushunadigan doktor bo'lasiz deb. Aqdan ham savol beramiz. Savol bering. Mana hozir bitta kasal boshlanadi, hali qulupnay pishig'idan boshlanadi. Aha. Savol, ich ketdini qanday to'xtatish mumkin? Gapiring. Oyog'ingizga qizillatda bog'laysiz. Tushunmadim. Qizillatdagi ich to'xtaydimi? Haligi ichingiz qizillatdagi poyezd to'xtaydi kerak bo'lsa. Ana endi Zokirjon boya aytganday mualliflar haqida ozgina gapirsak, mualliflarimiz yozib bergan asarlardan ozgina haligi bitta namuna ijro etib bersak. Marhamat. Endi mualliflarimiz yozgan bir jiddiyroq narsani ijro etib bermoqchiman. Orif To'xtosh degan shoir do'stimiz bilan hamkorlikda yozilgan narsa. Mana ancha kulgu bo'ldi. Demak, ozgina miyaga dam berish uchun jiddiyroq bir narsa. Bu yerga yig'ilgan onajonlarimiz hurmati, qolaversa bu yerga kelolmagan onajonlarimiz uchun. Bu dunyo g'alat bir imorat ekan. Barchasi jumboqdan iborat ekan. Umrki bir daryo boradi oqib, bugunni tiklaymiz kechaga boqib. Demak, tarix bizga beradi saboq. Hikmat izlar bo'lsang o'tmishingga boq. Endi biroz moziyga qaytib, sizga bir hikmatni berayin aytib. Kim biladi deysiz, balkim rivoyat. Xullas 3 ta erkak qilmish jinoyat. Azmi gunohlari har qalay og'ir. Qozi o'z hukmini o'qitdi oxir. Kechirib bo'lmaydi gunohlaringni. O'limga hukm etmoq kerak baringni. Chunki jinoyatga til biriktirib, necha bir insonga berdinglar firib. Qaysingni kiming bor so'yla birma-bir, bu qilmishlaringni bilmasmi oxir? Xotinim bor der biri tomoq qirib. Mening opam bor der yana biri. Hech kiming yo'qmi so'ylasang-chi hoy, yigit ko'z yoshini to'xtata olmay dedi taqsir mening onajonim bor. Afsus bu qilmishimdan emas xabardor. Bu so'zlarni tinglab buyurdi qozi. Bo'lishga mahkumsiz hukmimdan rozi. Har biring ortingda bir mushtipar jon. O'lim oldi mayli beraylik imkon. Chorlang yetib kelsin o'sha 3 ayol, bizning hukmimizni kuzatsin halol. Bo'lsa ham onaxon, bo'lsa ham dildor, ulgursin bu axir eng so'nggi diydor. Choparlar har tomon chopib keldilar, birgina ayolni topib keldilar. Bu holni kuzatib qozi ham hayron, qarshisida turar mushtipar nolon. Qozi dedi, yaqiningiz kim? Ayol yig'lar deyolmay lom-lim. Oxir ko'z yoshlarini artib dedi u, qozi janoblari bu qanday qayg'u? Hukmingizni eshitib tanamda jon yo'q. Bilaman jinoyatchiga hech omon yo'q. Bularning biriga xotin, biriga opaman va yana biriga onaman. Bular o'lsa men ham o'lim topaman. Bu so'zlarni tinglab hayratdan qozi so'z boshladi. Nahot hammasiga yaqin bir ayol. Ayolning so'zlari bo'lmasa yolg'on, unga beraylik birgina imkon. Onaxon, shoshmasdan fikrni jamlang. 3 tutqun ichidan birini tanlang. Siz tanlagan kishi o'limdan ozod. Afsus hammasiga berilmas imdod. Onaxon xo'rsinib, o'ksinib dedi, barining aybidan o'tsangiz edi. Afsus bunga siz yo'l qo'ya olmaysiz. Oh bolam, oh ukam, oh begim essiz. Bu dunyo azaldan bir kam. Mayli omon qolsin birgina ukam. Yana kutilmagan holat yuz berdi.
Ona farzandi qolib ukasini derdi. Yoqa ushlab qoldi guvoh bo'lganlar, hattoki uchala gunoh qilganlar. Qozi dedi. Xato qildingiz-ov shoshib qolgandan. Ne naf bordir 40 yoshdan oshib qolgandan. Axir bunda hali chimildiqqa kirishga ulgurmagan, hali 20 yoshni ko'rmagan farzandingiz turibdi jovdirab, qaqshab, qaror qilsangizchi onaga o'xshab. Bu so'zlar yuragiga ko'p og'ir botdi. O'ylab ham o'tirmay ona so'z qotdi. To'g'ri, ona uchun farzand muhimdir. O bilsangiz hozir bag'rim kukundir. Kelar bolamni emas, jonim ol degim. Barini birdayin qizg'onar edim. Savolingizga shu mening sharhim. Otam ham, onam ham bo'lishgan marhum. Bir er ham topilar tegaman desam, hali Xudo bersa ko'rarman farzand. Men yolg'iz ukamga yolg'iz opaman, bu o'lsa jigarni qaydan topaman? So'zlar hammani hayratga soldi. Muruvvat ahlini g'ayratga soldi. Ayolning zehni-yu dono so'zlari ochdi haloyiqning mehri ko'zlarini. Qozining qalbida shafqat uyg'ondi, dillarda muhabbat quyoshi yondi. Tavba tazarruga navbat yetildi, 3 tutqun o'limdan ozod etildi. Qissadan hissa shu, bo'lmagay g'urbat, dillarimizda yashasa mehr oqibat. Salomat bo'linglar. Men hozir chetda turib Abdurazzoq Obro degan shoir akamizni esladim. U kishi parodiya yozadilar. Ya'ni biron bir mashhur qo'shiqqa o'xshatma. Yuqoridagilar shu orqaroqda turing deb faqat nima qilishadi? Urganib qolganimizda oldinga yurib aka. Hech qisi yo'q. Men mana shu yerda turaman. Xullas, Xurshidbek Rasulov degan Qo'qonlik hofiz do'stimiz bor. Bir qo'shig'i men ozgina eslatay. Bilaman qayringda xoling bor, ha? Ko'nglingda nima bor bilmayman. Shu qo'shiqqa parodiya yozib berdilar. Choynakda shammang bor bilaman. Qishloqda ammang bor bilaman. Qayringda nimang bor bilaman. Kallangda nima bor bilmayman. Bilaman yirtiqdir kovushing. Qayringdan chiqadi tovushing. Qiyindir qizisang sovushing. Kallangda nima bor bilmayman. Orqasidan tufur qator men ham qo'shdim. Bilaman inangni eri bor. Kolxozda 5 gektar yeri bor. Olmoqni jonginam beri bor. Kallangda nima bor bilmayman. Endi hammasini so'z qilib aytavermaymiz, ba'zilariga kuy ham qo'shamiz. Surxondaryoning Dinovida Nasrulloh degan shoir ukamiz bor. U yigit bo'ydoqlarga maslahat beribdi. Bo'ydoqlar haqiqatan ham shoir haq. Uylanmoqchi bo'lsalaring, yaxshi ko'rsalaring, qishloqlaringni yaxshi ko'ringlar ekan. Xohlagan payti borib ko'rib kelaverasan-da. Voy, bu qo'shni qishloq, qo'shni mahalladan sevishli tashvishi. Borayotganingda ham 10 tasi ko'chani boshida qo'li musht kelayotganingda ham dardingni aytishga odam topilmay qolar ekansan. Bir yigit dardini itiga aytib turganini qo'shiq qilganmiz. Hozir o'shani aytib beramiz. Ketdik. Ana u yigitlar ko'zlarini lo'qillayapti. Menga hatto mushlar qilib do'qillayapti. Uramiz deb kundullarim to'qillayapti. Yo'lbars etim sen qalaysan mushlashuvga. O'zlari ko'p bir chekkada turgandilar. Tillaridan go'yo chayonib o'pgandilar. Mendan emas bitta qizdan qo'rqandilar hatto borib gaplashuvga. Bugun esa yo'l to'sganlar qaslari bor. Yo'lbars ana turishibdi ular bedor. O'tinaman o'shalarni quvib yubor. Lek obarma vaziyatni tishlashuvga. Ha! Yutaqmasdan ovqatingni tez yesangchi, bir borgina shu suyakdan voz ketsangchi, tushmagur muhabbatni tushunsangchi, biz suyakmas tushganmiz qiz tanlashuvga. Qara anna sigaretim bo'rsiqtiryapti, yo'lda devor deb ham meni qo'rqityapti.
O'sha yoqda bir qiz meni zor kutyapti. Yo'lbars yurgin meni olib bar uchrashuvga. O'zlari ko'pir chekkada turgandilar. Tillaridan go'yo chayon o'pgandilar. Mendan emas bitta qizdan qo'rqandilar, hatto borib gaplashuvga. Bugun esa yo'l to'sganlar qaslari bor. Yo'lbars ana turishibdi, ular betor. O'tinaman o'shalarni quvib yubor. Lek obarma vaziyatni tishlashuvga. Bugun va'da qilganimizdek o'zimiz haqimizda sizlarga ko'proq gapirishga harakat qilamiz. Xo'sh, men o'zimni sizlarga bir yaqindan tanishtirib qo'yay. Men o'rtoqlar 1971-yilda 1-may kuni Samarqand oblasining Urgut degan rayonini Sentr rodnomida dunyoga kelganman. Dunyoga kelib shunaqa ko'zimni ochsam, biz ham kelib qolibmiz. Atrof gavjum odamlar, "Sanlar" dedim, "Bizni chaqirmasdan o'zlaring", dedim ichimda. Endi chaqaloqman yig'lash kerak. "Inga" desam, yugurib kelib Missistra opamiz qo'llariga olib, "Hay". Kallasi bu tomonda ekan u. Hay, onamga burilib, "Onajonisi, xursand bo'ling, mana o'g'il bola" deb uzatuvdi. "Voy, o'g'il bola bo'lib tug'ilganimdan o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Nima ishingiz bor? O'g'il bola bo'ladi-da." Demoqchi bo'ldim-u, til yo'qlik qildi, indamay qo'yaverdim. Rostda o'g'il bola bo'lib tug'ilganimga shukr, shunday insonlarni ko'rish, shunday davronlarni ko'rish nasib etib turibdi. Qiz bola bo'lib tug'ilganimda hozir yosham 35 ga qarab boryapti. Keyin o'sha davna bitta yarim tani qo'liga tushib, dahshat. Qozon tovoq yuvib o'tirgan bo'larmidim. Mana o'g'il bola bo'lib tug'ilibmiz, shunday kunlarni ko'ray. Ismim Ortiq. Ismimga har joyda har xil qo'shimcha qo'shadi. Mana Andijon, Farg'ona vodiysi tarafga o'tsam, Ortiq Ali deydi. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarda Ortiq Boy. Mana cho'l tomonga chiqsak Ortiq Qo'l. Zanjir yetishmaydi. Ba'zida o'rislar bilan gaplashsam xafa bo'lib ketaman. "Как имя" deydi. Ortiq desam, "Как переводится" deydi. "Мое имя не переводится" deyman men ham. Bir joyda shu ismimda aytib tursam, savol kelib qoldi. "Ortiq aka, ortig'ingiz qayerda?" Men aytdim, "Har doimgi joyida" dedim. Endi qiziqchilik peshonaga yozilgan ekan, odamlarni kuldirish, kulgili gap hamma joyda bor. Uni topib kulish kerak xolos. Butun dunyoning o'g'rilarini konkursi bo'libdi. Amerikalik o'g'ri shundoq o'rnidan turibdi deb, "O'chir svetni" debdi. Svetni o'chirgan ekan, 5 sekunddan keyin yo'q debdi. Yoqqan ekan, ro'parasida o'tirgan fransiyalik o'g'riga ruchka izlab qo'ying debdi. Fransiyalikni ham jahli chiqib ketdi. "O'chir" debdi. O'chirgan ekan, 10 sekunddan keyin yo'q debdi. Yoqqan ekan, ro'parasida turgan amerikalikni orqasida turgan odamga pasportni izlab qo'ying debdi. O'zimizdan ham bir ikkita yigitlar borgan ekan, yurgan ekan aralashib. Bittasi o'rnidan turib, "Svetni o'chirishni keragi yo'q. Abdurayim, naskilarini qaytarib ber" deymish. O'zbek qiziq, o'zbekka qiziqlik onani sutidan o'tadi. Onalarimiz ham hazil qiladi. Bir kampir pensiya olar ekan, u har safar haliga imzo degan joyga X qilib qo'yar ekan. O'qimagan bo'lsa kerak edi. X. Bu safar X qildi-yu, atrofini bundoq dumaloq qildi. Hali pensiya beradigan, "Ya xola, bu imzolar o'zgarib ketibdi-yu" desa, "Ha, o'rgilay, erga tegdim" deymish. O'zbek qiziq, lekin soddaligi bor. Bittasi jonidan to'yib o'zini o'zi osmoqchi bo'libdi. Shunda ko'prini tagiga kiribdi-da, arqonni bir uchini ko'prikka, ikkinchisini bo'yniga ilib, hop deb sakiragan ekan. Bu arqon o'lgiram chiriganmikin, pop uzilib ketib, oqib turgan suvga tushib ketibdi. Bir 50 metr nariyoqdan bir bola qilib suv ichidan chiqib, "Padaringga la'nat. O'zimni osaman" deb sal qoldi cho'kib ketishimga deymish. O'zbek qiziq xalq. Lekin men faxrlanadigan bitta qirra, bitta tomoni bor. Topqir. Har qanday vaziyatda yo'l topadi. Qishloqdan bir 5-6 ta bola shaharga o'qishga kelgan. Mana qishloqning bolasi o'rischani endi urug'likka ham bilmaydi-da. Kirsaki oshpaz o'ris. Nima qildik deb tursa, baxtiga bir 5 ta o'ris bola kelib qopti. Eshit debdi, shular nima desa biz ham shuni aytamiz. Hali o'ris bolalardan bittasi oshpaz oldida kelib 5 ta kis degan ekan. Qarasa ular ham 5 ta, bular ham 5 ta. Teksam yomon emas, yesa bo'ladi. 5 ta kis debdi. Bularga ham bergan, yegan, ittasini ketdik o'shandan yeymiz deb kelsa, ulpatlardan bittasi yo'q emishda. Endi 5 ta kisda bo'lmaydi-da. Ha bular 4 ta bo'lsa 5-sini kim yeydi uni?
Topqirlikni qarang, shunday oshpazni oldiga kelib 4 tekis deymish. Kulgu nima desa ko'pchilik hay kulguda deydi, lekin kulguni ham xuddi Pifagor teoremasiga o'xshagan teoremasi bor. Xuddi Nyuton qonunlariga o'xshagan qonunlari bor. Kulgu bu hayotdan zavqlana bilish, insonlardagi samimiylik tuyg'usi-yu kurashchanlik hissini tarbiyalovchi vosita deyilgan. Kulgu insonlarni yaxshilikka da'vat etmog'i, yomonlikka nisbatan nafrat uyg'otmog'i kerak. Shu nuqtai nazardan bir yigitni olamdan o'tibdi-da-yu, 9 ta tilla tishi bilan ko'mishibdi. Buni eshitib bir muttahamni yarim kechasi uyqusi qochibdi-da. Xullas kelib haligini kovlab olibdi. Tishini qoqaman deb turgan ekan, qabristonda qorovuli kelib qopti. Endi tashab ketay desa 9 ta tish 1 grammdan 9 gram. Xullas yelkalab olib chiqib ketibdi. Bir chetga olib borib tishni qoqib olibdi, yana qabristonga olib kelishga yuragi dosh bermay, olib borib yo'lni chetida ushlab turaveribdi. Bir yigit to'ydan kelayotgan ekan, yo'liga chaqirib qochib beribdi. Yigit ham xudo urdi deb qo'rqqanidan nima qilishni bilmasdan olib borib suvga tashabdi. 3-4 ta yigitlar baliq ovlagani chiqqan ekan brakonerlikka yarim kechasi, hali to'rgalashib ketdi-da. Yana qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmasdan olib borib shaharga bir domni tagiga o'tkazdirib ketibdi. Ertalab 4 ta kampir sutga chiqqan ekan, ko'rib qopti uni. Militsiyani chaqiribdi, militsiya doktorni chaqiribdi, doktor skoriy bilan olib ketibdi, operatsiyonni kirgizib ketib, 5 soatdan keyin chiqib haligi vrach peshonasini terisini artib, o'rtoqlar vaziyat og'ir, lekin yashaydi deymish. Yaqinda gazetada o'qib qoldim bir qiziq narsa. Xullas otaxonda 3 ta o'g'li bor ekanda, o'g'illarini chaqirib o'g'illarim debdi. 2 xum tilla qolayapti. Bir xumini aka-uka uchoving bo'lib ol debdi. Bir xumini men bilan qabrda birinchi kecha kim birga yotsa, o'shanga ber debdi. Xullas otaxon olamdan o'tgan, 3 ta o'g'il bir xum tillani bo'lib olgan, ikkinchi xum qo'lida odam qidirib yurganmish. Aka, dadamiz bilan bir kecha. Bir yigit xotini bilan janjallashib, nima tirikchilik qilsam ekan deb ko'chaga chiqqan ekan, yo'lda 2 metr arqon yotgan ekan. Hali arqonni olib yelkasiga tashab ketayotgan ekan, ushlab olibdi jon aka, bir kecha ming kecha emas, shu dadamiz bilan ko'm debdi u ham. Xullas ko'mishibdi, yarim kechasi deydi, Munkar Nakir qo'liga gurzi bilan kelib qopti. Bu yerda o'lib qolib ketib, buni so'roq qilib ketibdi bir payt. Arqonni qayda olding debdi. Ha shu topib oldim. Sen nima egasini rozi qilmay qolasan deb kallasiga urar ekan, tutilib ketar ekan. Yana yig'lar ekan. Aka ertalabgacha 100 tutib 100 yig'ibdi-da. Shu ertalab ochgandan chiqib qochibdi. Arqadan bular, "Va, taqsir, tilla" desa, "Ye, qo'y tillangni. 2 metr arqonga shuncha savol javob bo'ldi-yu." Javob berishini. Shunday ekan har bir narsani hisob kitobi bor ekanda. Bir yigit yangi Donf mashinasiga o'tirib 200 ga chiqaribdi. Yonida Ulfat qo'rqib qopti, to'xtat. O'zingni bas, qo'rqoq. Qo'rqma, meni asraydigan farishtam bor debdi. Tushaman deb tushib qopti. Do'stining qo'rqoqligidan xafa bo'lib, yigit yana 200 ga chiqargan ekan, yana kimdir yelkasiga uribdi. U tushib qoldi, kim bo'ldi ekan deb qo'rqibgina, "Kimsiz?" desa, orqadan ovoz kelibdi. "Men seni asraguvchi farishtangman. To'xtat, men ham tushaman" deymish. Mavzuni qaydan olasizlar deb so'raydi ko'pchilik shogirdlar. Hayot o'zgarar ekan, o'rtoqlar yangi mavzularni tuhfa qilaveradi. Men bir monologimda aytganman, mana mustaqillik bilan qancha texnika kirib keldi. Kompyuter, printer, pager, sotka yo'q edi, to'g'rimi? Bir 15-20 yil oldin aka, pejeringiz bormi desa, pager yo'q, girisham bor. Hozir nafaqat bilamiz, balki ishlatyapmiz. Mana kompyuterlarga yangi bosqichga chiqdi, internet xizmati ulandi. Internetda yo'q narsani o'zi yo'qda. Mana shu hazilda men telefonni qo'lga oldim, mana shu telefon haqida 5 xil hazil bor ekan. Meni diqqatimni tortgani telefon bezorligi bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3 hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz. Xohlagan nomer terasiz. Avliyo. Assalomu alaykum aka. Alaykum. Aka kechirasiz, bu hammommi? Yo'q, Nega unda yalang'och yuribsiz? Yaratda bo'lsalar, jub bo'lsin. Xohlagan nomer. Tut.
Ali assalomu alaykum aka. Uzr, biz yekdan bezovta qilyotgandik. Issiq suv bormi? Issiq suv? Ha. Hozir 1 minut. Ha, qarang qani. Ha, bor. Bor ekanmi? Bor. Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Uzr, bizniki jiriglab qoldi. Alo. Kechirasiz. Bu zooparkmi? Ha, yo'q. Nega unda men bilan maymun gaplashyapti? Mana ko'rdingizmi? Kayfiyatga ta'siri bor-da, birpasda kayfiyat. Xotin-qizlar quloqqa hushyor bo'linglar. Men so'kaman endi bir narsa bo'lsa. Alo. Kechirasiz, siz sahnadamisiz? Ha, aka, sahnadaman. Qo'lingizda mikrofon bormi? Bor aka. Shu mikrofonni burningizga tiqing. Ana ko'rdingizmi? Ishi endi shu. Tavba qildim. Endi so'kaman o'zidan ko'rsin endi. Quloqqa hushyor bo'linglar. Xotin-qizlar, diqqat. Alo. Biz telefon bezorilariga qarshi kurash jamiyatidamiz. Eshitaman aka, assalomu alaykum. Sizga telefon bezorilari qo'ng'iroq qilib, mikrofonni burningizga tiqing deb haqorat qilishdimi? Ha, shunaqa dedi aka, shunaqa dedi. Endi mikrofonni burningizdan olingda, boshqa joyingizga tiqing. Endi o'zidan ko'rsin, birdan so'kaman endi. Onangni katta xolasini, ammasini, hammasini. Otajon, Assalomu alaykum xo'jayin. bu qanaqa tarbiya? Haligi Srochli kiring menga. ha, kirmoqchi bo'lib turdim xo'jayin oldingizga o'zi. Mana o'yindan chiqdi. Zokirjon. Ortiqjon? Ha. Xo'jayin so'rayaptilar sizdan srochli. Ha, boryapman. Tinchlikmi? Yechini olib tayyorgarlik ko'rib o'tiribdilar. Biz o kishi bilan boks bo'yicha shug'ullanamiz. Va, perchatkalar kiyib olganlar, lekin ehtiyot bo'ling. Ha, siz men kelgunimcha qiziqchi kim degan savolga javob berib turing. Qiziqchi ham da'vatchi hisoblanar ekan. Ustozlarimiz aytishlariga qaraganda, yaxshilikka da'vat qilish kerak ekan qiziqchi ham. Qiziqchilik esa xalq an'anaviy teatrini mayli qabul qilib olaylik, baribir o'zbek aytganini qilmasa qo'ymaydi aytib qo'y. Bo'ldi, keling. Ya, bu qarindoshlardan-ku, keling. Keling. Yoqubjon, gap yo'q. Salom. Yaxshimisiz? Tashli eshitamizmi yo'qmi? O'zbekning o'g'liman men. O'zbekda bo'laman. Shukr. Haqiqatan duo. Shukr. Siz she'rni hurmat qilmas ekansiz-a? Nima deysiz? She'rni hurmat qilmas ekansiz, siz qilyapsiz-ku. Ha? Shukr. Chiq. Chiqqochiq, yorinchiq, egitgani kiydirma. Chiqqochiq, yorinchiq. Nasib bo'lsa yoringiz chiqadi, xudo xolasa. Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, bu yoqqa qarab ta'zim, bu tomonga. Ta'zim qiling. Ha, rahmat. Ana shunaqangi bolalarimizga ko'z tegmasin, shu stri bolalarga ko'z tegmasin. Men yaxshi ko'raman shunaqangi shu stri bolalar. Bir shu stri yigitcha, mana shunchagina bolacha bir qiz bahorda tak tuk ketayotsa, gap otib qopti. Qiz bolaga. Yaxshi qiz. Jiyda gullabdimi? Desa boya qiz, sen katta bo'lganingcha shaftoli ham gullab qoqib oladi debdi. Vaqtimizga shunaqa ukalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Opa-singillarimiz bayramlari muborak bo'lsin. Doimo kulib yuringlar, mana shuni yayrab, ochilib yuringlar. Sizlarning kulganlaringizni ko'rsak, biz erkaklar ham xursand bo'ladi. Bular o'z-o'zidan kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin.
bizlar hazil qilyapmiz. Mana Paulina, Paula bir narsalar deb hazil qilyapmiz, lekin sizlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizlarni o'zbeklarni erkagiga o'zbekni ayoli chidaydi. Bu Paulina, Paula bir yil ham, bir oy, bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, "Ay, yo'l bo'lsin" desangiz, "Otamni ko'rib kelay." "Enangni ham ko'rasanmi?" "Ay, enamni o'zi ko'rdim." Enasi bilan birga kelgan bo'ladi to'yga, to'g'rimi? "Kelasanmi?" desangiz, "Ha, kelaman" deydi. "Kelib bo'pti." Shu ketishda yo'q bo'ladi. Orqasidan yalinib borasiz, "Yur uyga." Qaydan boradi? "Bormayman" deydi. "Buncha ishlaring ko'p sizlarning" deydi. Hali ish u bajarib o'rganmagan, hali qilmagan, eshitgan. Kelinning vazifasi nima deb so'ragan, bu aytib berishgan. Ertalab 5 dan turasan, bunday qilasan, supurasan, yugurasan, u qilasan, bu qilasan. To o'sha yotguncha, dam olishga yotguncha bo'lgan jarayonni eshitib qochib ketgan u hali. "Bormayman" deydi. Sizlarda bitta erkaklaringga tekkuncha boshqalarda 5 ta erkagiga teksam, buncha nagrizga tushmaydi menga deydi. Haqiqatan hamma ishni buyuramiz. Vaqtimizga sog' bo'linglar. Shunday paytlarda xotinlarimizdan xursand bo'lib, xotindan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar, qo'rqmayman. Hurmat qilaman. Shunday paytlarda aytamanki, ahmoq erkak xotinni so'kadi. Aqlli erkak shu xotinga uylangani uchun o'zini so'kadi. Vaqtimizga sog' bo'lsin. Bulardan biz nimani o'rganishimiz kerak? Muomala madaniyatini o'rganishimiz kerak. Xotin-qizlarimizning muomala madaniyati. Keling, bularga bir lofdan misol ko'rsatamiz. Men boshladim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom uka. Aka, bu Zokir lofchini uyi qaysi? Mana Zokir lofchi. Bilamanmi? Ha? Cha lofchi deb maqtad bir ezib ketay. Ha, masajchimisiz? Zokir lofchi! Labbay. Yo, o'zingizmi? Ha? So'rasam menman deb aytib o'rmadingiz. Boya men emas, uyimni so'radingiz-ku. Men ortiq lofchiman. Siz bilan bellashgani keldim. Ha. Men bilan lof bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka. Yoshingiz nechida? Meni yoshim juda katta. O'rtoqlar, men tug'ilgan paytimda yer yuzida bitta enam bor ekanlar. Enamdan boshqa hech kim yo'q ekan. To'g'ri, otangiz bilan biz ovga ketuvdik. O'zingizni yoshingiz nechida? Meni yoshim Urgut tog'lari bilan baravar ekan. Ha, kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz-da. Muchalingiz nima? Ajdar. Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya. Yo'q-a? Yo'q. Tug'ilganimda e'lonida hozir ajdar bo'ladi shu. Xo'p, musobaqani boshladim. Xo'roz nega qichqiradi? Xo'roz baxtiyorligidan qichqiradi. Ha, nimadan buncha xo'roz baxtiyor bo'lar ekan? Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q. Va, savol. Tovuq oldin paydo bo'lganmi yo tuxummi? Bu savolning javobini eshak-ham biladi. Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-ku mana. Xafa bo'lmang. Eshak bilan orangizda qancha farq bor? 1-2 qadam. Ya, aytgancha, sizga men sovg'a olib kelganman. Bir gilam olib keldim sovg'a qilib, voy, gilamni boshi mana eshik orqasida, nariyog'ini hali Samarqandda to'qiyapti. Bo'lmasa to'qursin hali 1-2-3 yil uzmasin yog'ini. Ha, Keyin o'zim aytaman, 1-2-3 yildan keyin yog'ini uzasizlar, olib kelib meni gilamim bor, kuygan joyiga yamoq qilamiz. Men bir baliq ushladim, suyagini mana Sirdaryoga ko'prik qilishdi. ha, men ushlagan baliqni bolasini ushlabsiz-da bo'lmasa. Meni buvam rahmatlining bo'ylari shunaqangi uzun bo'lgan ekan, voy, boshlari osmonda yurar ekan. Mabodo shu betlariga har zamon bir narsa tegib ketmasmikan? Bulutni aytayapti shekilli, bulut. Ha, bobom rahmatli bir narsa tegardi derdilar. Ana shu betlariga har zamon tegadigan narsa meni bobomning etaklari bo'lgan.
Soatingiz necha bo'ldi? Nima berasiz aytsam? Hech narsa. 10 ta o'tdi. Nechidan? Bilmadim, strelkasi o'zi bitta. Shag'iga ham rahmat. Rahmat emas, va'da qilgan narsani bering. Nimani? Ko'pchilik oldida va'da qildingiz hech narsani. Hech narsa? Bering. Oyog'ingiz ostiga qarang. Nima ko'ryapsiz? Hech narsa? Oling o'shani. Zokirjon, keling, orzular haqida gaplashsak. Orzular, kelgusidagi orzular. Bir o'g'ridan orzuyingiz nima desa, jahondagi eng katta bankani urib turib, o'sha seyfga qaynonamni barmoq izini qoldirsam degan ekan. Apandidan sizning orzuyingiz nima desa, ho'kizga minsam degan ekan. Meni orzuyim Avstraliyaga borib timsohni ko'rsam deyman. Timsohni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Avstraliyaga boryapmang. Shunda oynaga qarasangiz bo'ldi. Siz meni tushunmadingiz. Men timsohga o'xshagan odamni ko'rmoqchi emasman. Haqiqiy timsohni ko'rmoqchiman. Timsohga o'xshagan odamni ko'rmoqchi bo'lsam, men oynacha izlab yurmayman. Shuna qarayman. Yo qudratingdan. Shunchalik ham o'xshash bo'ladimi? O'zingizga bilinadimi, yo'qmi, mana bular aytsin. Shunaqangi timsohga o'xshaysizki, haqiqiy timsohlar sizni ko'rsa o'zidan shubhalanib qoladi. Bizarmi haqiqisi yonavmi deydi. Yo bizar desa, ya shoshma deydi, qarang. Rosa o'xshaydi. Bizarmikin haqiqisi, yo manavmi deydi. Yonidagi shunday qiladi. Ikkilanib qoladi-da, "Ey, har ehtimolga qarshi timsohlar, kelinglar, haqiqiy timsoh bilan rasmga tushamiz." Orzular haqida. Meni orzuyim o'rtoqlar 2005-yilda o'zbeklik kulgusini jahon sahnasiga olib chiqish. Ana shunaqangi orzuyim bor meni. Rahmat. Rahmat o'rtoqlar. Endi Zokirjon, meni orzuyimni eshitdingiz. Butun o'zbeklik kulgusini jahon sahnasiga olib chiqish orzusida yuribman. Endi meni bitta narsa ko'nglimga kelyapti-da, o'rtoqlar. Shu xalqimiz bilib aytgan ekan, eshak semirsa egasini tepadi deb. Mana, semirgani yo'q, o'sha tepyapti. Ha? Sizlarga ko'rinmayapti, uni tepyapti, shu mashinani o'tib ketyapti uni. Mashinani o'tib. Ish! Ha? Bunaqa emas-da. Biza qachon gapirsak, biz deb gapirganmiz o'rtoqlar. Men yoki mansirab gapirmaganmiz. Mana o'sha man deyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, man jahonga chiqmoqchi. Mana masalan Rossiyaga borsak, o'ruscha gapirish kerak. Bilmaysiz-ku o'ruschani. Tavba qildim, tortishasiz odam bilan. Elovlamang, ha? O'ruschani bilmaysiz-ku. Tavba qildim. Yigit zotini armiya ko'rgani borki, o'ruschani eplaydi, to'g'rimi? Bo'pti. Unaqalik qilmang. Зимой многие птицы улетают в теплые края. Но некоторые птицы останутся зимовать в Узбекистане. Вопрос: какие птицы останутся зимовать в Узбекистане? Зимой многие птицы Tushundingizmi nima deganimda? Qushlar deyapman, issiq o'lkalarga uchib ketadi, ba'zilari qishda qoladi. Qanaqangi qushlar qishda O'zbekistonda qoladi deb so'radim sizdan. Tushunib turibman, atay qilyapman. Bo'pti. Какие птицы останутся зимовать в Узбекистане? Останутся зимовать в Узбекистане птицы. Алашакшаки, карги, чумчуки И майни тоже. и многие другие. Bilmaysan desam qarang tortishganini. Bilmaysiz-ku mana, tavba qildim. Men ruscha bilmasam, ruscha she'r yoza olamanmi? Aytinglar bunga. Yo'q, she'r dedingizmi ruscha? O'qingchi, o'qingchi. Эй, друг, не люби сразу двух. Если парень любит сразу двух, он мужик не лопух. Yaxshi. O'zbekchasidan ham bo'lsin. Yigit degan 3-4 qizni sevmaysanmi bir pasda? Bittasi yerga tegsa, biri qolar zapasda. Men ham do'stlar qizlarni sevgandim dasta-dasta. 5 sevgilim erli bo'pti, men hali ham zapasda. Dahshat. Qarang. Dahshat.
shoir orzular haqida. Ha. Orzular Men haqida. endi shoir, qalamkash, yozuvchi sifatida orzuyim oshimni oshab, yoshimni yoshab bir kun ketadigan bo'lsam, buyuk yozuvchi Shekspirning yoniga qo'yishsa, shu Shekspirning yonida yotsam deyman. Buyuklar o'zimiz bir qator bo'lsak deyman. Sizlar aralashmasalaring deyman. Meni orzuyim Pavlinani yonida yotsam. Paulanimi? Ha? Kalaz ishlaydimi, tirikku. Men ham shu tirik bo'lganim shuni aytayapman. O'lgandan keyin nima farqi bor qayda yotishdi? Shularga bag'ishlab she'r yozadigan odatingiz bor edi-ya. Paulinaga bag'ishlab bitta muhabbat haqida she'r yozuvdim, rasvo qildingiz. Muhabbatimizga qurt tushdi mana. O'qiyman, eshitmayman mana. Paulina, Paula, ejjuar maksavla. Seni deb ishdan qolar butun boshli ovula. Qaddi qomating kelishgan, oh, voy dod deguday. Hatto chollar termular televizorni yeguday. Faqat Carlos Daniel sal insof bor yurakda. Toshni shuni otasi o'zbek bo'lsa kerakda. Senga uylanay desam, xotinim bor ko'nmaydi. Ortiqjonga olib beray desam, bu savol hech arzimaydi. Davom etish mumkin. Ya bo'ladi, shaqi yetadi. Muxlislarda savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bo'sh paytida Zokirjon Ochildiyev nima qiladi? Men bo'sh paytimda ko'pincha bo'sh bo'laman. Kurash bilan shug'ullanaman. Kurash. O'zimizning milliy kurashlardan. Keling, bitta ikkita usul ko'rsatay, keling, yaqinroq keling. Turishingizdan Sizlar lezvat topinglar, qirib olasizlar. Turishingizdan bir halol yiqitadigan polvonga o'xshamaysiz-da. Halol bo'lmasa ham bitta chala qilaman-ku. Chala qilishingizga ham ko'zim yetmaydi. Chala bo'lmasa bitta yonbosh qilaman-ku. Men siz bilan kurashmayman, siz g'irromsiz. Tunavgina kurashdik, yiqitdim. Oldimda g'iring demay turdingiz. Men ketganimdan keyin hisobmas debsiz. Nima dedingiz? Oyog'ini bosib orqaga etardi debsiz. Bunaqa emas-da. G'irromlik qilmang-da. Bo'pti. O'rtalar men buyash, tikish, bichish ishlari bilan bo'sh paytimda shug'ullanaman. Mobodo bitta yarimta shunaqangi zakazlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Sizga savol. Shu xalq ko'zidan boshqa yana nimani bo'yashingiz mumkin? Men любой materialni bo'yayman. O'rtalar materiallar bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar. Menda material bor. Besh kerakmi? Bo'yab berasizmi? Qanaqa rang bo'lsin? Oq, qora, qizil, sariq, yashil, ko'k, jigar rangdan boshqa. Bo'pti. Hozir berib ketsam, qachon, qaysi kun tayyor bo'ladi? Chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanbadan boshqa любой kuni kelib olib ketasiz. O'rtalar mobodo kofta yubka bo'lishi mumkin, kostyum shim bo'lishi mumkin. Bemalol men zo'r tikib beraman o'zim. Hozir 5 metr materialim bor. Men kostyum shim chiqara olasizmi? Bittasi ko'rib aytdiki, chiqaraman dedi. Yana 1,5mi? Qo'lingizni daqiq qiling. Yana 1,5. Oyoqni ham ko'taring. Mana. Ikkalasini ham. Yiqilasizda ko'tarsangiz. Nima? Yaxshi. Aja, sinchiklab qoldingiz. Materialdan o'zimga ham qolsin deyapsizmi? Menga ku qolishi tayin, sizga ham yetish kerak edi. Bo'pti. Buni keyin borganda gaplashamiz. Hozir mana o'tirganlarga niyatlaringiz. Nima? O'tirganlarga niyatlaringiz. Shu hozir o'rnimi shu gap? Niyatlaringizni ayting. O'tirganlarga niyatim ko'pchilik qatori, niyatim o'tirganlarga shu amnistiyaga tushib, tezroq bola chaqasini oldiga borsin. To'g'ri yo'lni tanlasin. Xalqqa xizmat qilsin. O'tirganlarga. Tomoshabinlarga degda bo'lmasa. Xotin-qizlarimizni maqtayotdik. Haqiqatan ham maqtashga arziydi. Xudoga shukr. Ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak biz erkaklar. Ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, oddiygina muomala madaniyati ham bizdan ko'ra ularniki yuqoriroq. Dugonasi bilan gaplashayotgan paytda albatta dugonasiga aytadiki, ochilib ketibsan dugon deb qo'yadi. Unsa basharasi g'ishga o'xshab turibdi. Bu ham o'z o'rnida aytadiki, o'zing ham ochilib ketibsan, sochingni oq kraskaga bo'yabsan-da. Juda ham yarashibdi, juda yarashibdi. O'zi men oq kraskaga bo'yaganim yo'q, sochim birdaniga ana shunaqa oqarib ketdi.
yarashib turibdi degan odam, "Sani yoshingda oq soch bo'yab tashla" deydi. Qo'ymaydi o'z holiga. Bo'yab tashla, yo'qatay deydi. Yo'qatay deydi, yo'qat deydi. Bo'yaganda ham agar soch kalta bo'lsa, o'stiradi, uzun bo'lsa kestiradi. Qora bo'lsa sariqqa bo'yaydi, sariq bo'lsa qizilga bo'yaydi. O'z holiga qo'ymaydi soch jonivorda hech qachon xotin-qizlarimiz o'z holiga qo'ymaydi. Ya'ni bitta sochda emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolning organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak, ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib, mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurardik hozir ham g'orlarda ichida. Yurardik. Barg, mana bunaqa kiyim yo'q, mana bitta barg bo'lardi. Konsertga kiyadigan barg, отдельный свежий barg. Uy ichiga haliga xazon-pazon. Mana bunaqa joyda xijolat bo'lib yurardik, qo'rqib yurardik. Bironta o'rtog'ingiz orqadan kelib hazillashib, echkina ovozda xijolatda yurasiz. Baxtimizga xotin-qizlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Endi bularni ham bittagina kamchilik deb bo'lmaydi, ozgina talant desa bo'ladi. Xudo bergan talant, ozgina ko'proq gapirishadi. Ko'proq gapirishadi. Agar biz o'shancha gapirsak, biz samolyotda yurgan bo'lardik hozir. Shaxsiy samolyotimiz bo'lardi. Ozgina ko'proq. Men uzoqqa bormayman, o'zimni oilamdan gapiradigan bo'lsam, kelinlaringiz bir telefon trubkani qo'llariga olsalar, kecha mana soatga qarab turib 50 minutda qo'ymayaptilar. 1 soat bo'lgandan keyin qo'llaridan olib qars etib qo'yib, telefonda ham shuncha gaplashasizmi xonim? Kim bilan buncha gaplashdingiz desam, dadajonisi Xudo haqqi tanimayman, adashib tushib qopti deydi. Qo'shnimning xotini bundan ham battar telefonga yopishadi. Eri komandirovkaga ketgan, eridan telegramma kelibdi. Pochtalyon bilan uyini chiqib zvonogini bosdik. O'shanda ham gaplashib, telefon trubkasini yelkasiga qisilgan, telefondan apparatini ushlab olgan chiqib kelyapti. Eshikka shunday chiqib keldi. Shunday chiqib keldida, chiqib kelib turib, xizmat dedi, pochtachi aytdiki, "Manga qo'l qo'yib, mana telegrammani oling" dedi. O'shanda ham telegrammani o'zi olmadi. Qo'l qo'ydi, menga aytdiki, "Olib o'qing" dedi. O'qib ko'rsam, eri komandirovkadan bunga telegramma jo'natibdi. Xotin 5 minut trubkani joyiga qo'yib tur, senga zarur gap ham bor deb yozilgan. Ikkita qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafurja gaplashamiz, ketib qolmayman, hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman, ketaver. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun poyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, "Qo'shnijon" deydi. "Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mani muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi-ekan? Nima deysiz?" dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. Aytdi, "Omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti" dedi. Yugurib borib eriga maqtanyapti. "Mani chap qovog'im uchyapti dadasi" dedi. Erini kayfiyati joyida emas ekanmi, chap qovoqni olib urdi. Haligacha chap qovoq uchadigan qolmoqni qilib. Shu yuradi. Yo, tavba qildim. Irimni ham haliga turi ko'p ekan, aytadiki, "Yangi ko'ylakni seshanba kuni kiymang." Ha, nimaga desa, yetiladi. Vo, bir aralashay shu gapiga dedim. "Qo'shnijon, sifatsiz kiyimni kiysangiz, dushanba, seshanba deb o'tirmaydi. Payshanba kuni kiysangiz ham yirtilaveradi. Eringizni o'zi yirtib tashlaydi kerak bo'lsa." Demoqchi bo'ldimmi, aralashmay qo'yardim. To'g'risida bir fason ko'rdim oldingi yozda, yubkani fason otini bilmayman nima deyiladi. Bir qiz kiyib ketyapti. Qiz ketyapti, yubka yonida ketyapti. Ha, unaqa bo'lsa luboy erkak olib yirtib tashlaydi uni. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, oyoq kiyimni yechayotgan paytingizda bir-birining ustiga chiqib qolmasin. Ha, nima bo'ladi? Eringiz ustingizga xotin oladi aytib qo'yay. Yo, shunaqangi irim bor ekanda, nima uchun bir xil xotin-qizlar
bir oyoq kiyimini tashqariga yechib bittasini ichkariga olib kirib ketib qoladi desam. Yaxshi ham bo'rimga erkaklar ishonmaydi. Bo'lmasa xotinini oyoq kiyim yechishini poylab yuradi. Shuni yechib kirib ketdimi, sekin keladi-da, yo'qqa qarab, shuni olib ustiga shuni qo'yib qo'yim. To'y qachon bo'lar ekan endi deb yuraveradi. Yana bir irimni qizig'i bor ekan, xotin-qizlar yozib olinglar. Yo'q, qizig'i. Agar yozib olinglar, ruchka olinglar. Agar erim faqat o'zim haqida o'ylasin desangiz, eringiz uxlab yotgan paytida eringizni soch tolasidan 3 tasini yulib olib kuydiring. Desa, mana bunisi soddaroq, bir to'g'risini gapirib qo'yadi. Meni erimning sochi yo'q, kalku, nimasini kuydiraman? Bilmaysizmi nimasini kuydirishni? Bilmayman. Ayting. Uxlayotgan paytida boshini terisini kuydiring deydi bu yoq. Bichora unval bo'lib qoladi-ku erim desa, unval bo'lsa ham zato bir o'zingiz deringiz bo'ladi. O'zingiz tanlab oling deydi. Bir o'zingizga bitta unval bo'lsa ham bir o'zingiz deringiz kerakmi yoki ko'pchilik deri kerakmi? Siz o'zingiz tanlab oling. Erimning qiziqligini qarang. Yana bir qizig'i bor, yozib olinglar. Agar erim bola chaqam haqida ham o'ylasin desangiz, eringizni nikoh uzugidan kenja o'g'lingizni peshobini 3 marta o'tkazing ekan. Tasavvur qiling, shu erimga meni xotinim ishonsa. Shunday kelsam, kichkina o'g'ilchani qo'lab yuribdi uyda, bo'sh butilka qo'lida. "Yo, mana uni to'ldirib ber. Uni ushla, uni to'ldirib ber." Yo'qdan katta o'g'ilcha turib, "Qolamiz, to'ldiramiz." Ayollar mayli, erkaklarning ham irimchilari bor. O'zimning bitta o'rtog'im bor. 13 baxtsiz raqam. Zokir aka deydi. 13 baxtsiz raqam deydi. 12 dan keyin nechi keladi desangiz, 14, 13 ni ishlatmang deydi. Shunaqa irimchi bo'ladi. Bir kun dadasini oldiga havlu qilib ketdi. Dada, keliningizni endi rodnomga olib kiryotgandim. Otasi qo'rqib qolib, qo'l-oyoq shaldirib, "Nima bo'ldi? Yo'lda biror narsa bo'ldimi?" "Yo'q, endi rodnomga kiryotgandik. Oldin mushuk o'tib ketdi." "Pishak deysizlarmi, mushuk deysizlarmi?" Bir xillar pishak, bir xillar mushuk. Bitta pishak bilan bitta mushuk o'tib ketdi. Keliniz irim qilib, endi bolam mushukka o'xshagan bo'ladi, tug'mayman deb o'tiribdi, qarang. "Dadajon, rostdan endi bolam mushukka o'xshagan bo'ladimi?" dedi. Dadasining jon qorin chiqib ketdi-yu. "Ha, bolam. Endi bolang mushukka o'xshagan bo'ladi. Agar sichqon o'tib ketsa-da, sichqonga o'xshagan bo'lar edi. Ha, sana tuqqani borganda onangning oldidan eshak o'tib ketdi-da, bolam. Shunaqa bo'lib qoldi." Endi erkaklarga yarashmas ekan erim, erkaklarga yarashmas ekan. Ayollar ham ma'lum juda bir kam foizi ma'lum bir davrda o'sha homilador paytida ozgina irimchi bo'lib qolar ekan. Qolgan payt irimga ishonmas ekan ayollar ham. Bir haligi homilador kelinchak qo'shnimizning xotini oldiga kelib maslahat so'rayapti. "Yangajon, ko'zida yosh, yangajon, meni qo'limdan kapkir tushib ketdi. Mana homilador davrida shunaqa bo'ldi. Nima bo'lar ekan?" Yig'layapti, ishonadi erimga. Nima bo'lar? Endi bu qo'shnimizning xotini ham yaxshi ayol bechora, hammani ko'nglini olishga harakat qiladi. Bu tushuntirishga harakat qilyapti, shuni ko'nglidagi g'ijilini chiqarib yuboray deb. Bunaqa gaplarga ko'p ham ishonavermang. Xo'pmi? Ha, men ham onamning qorinlarida paytimda, onamning qo'llarida radio plastinka tushib ketgan ekan. Hech narsa qilgani yo'q. Sog' bo'linglar. Gap yo'q, qo'lni ko'tarmay o'tiravering, tushundim. Tushib ketmang, meniga konsertni buzasiz. Gap yo'q. Sihat salomatchilik yilligida sog' bo'linglar. Doktorlarning qabulida ham qiziq voqealar ko'p bo'lar ekan. Doktorning qabulida ham. Bittasini tekshirib bo'lib, doktor, "Xo'sh, ichasizmi?" "Icharadim, doktor, tashladim." "Chekasizmi?" "Chekaradim, tashladim." "Yomon ayollarmini?" "Bo'lar edi, tashladim." "Yoshingiz nechida?" 35 yoshda, hammasini tashladim. 35 yoshda hammasini tashladingiz? Bo'pti, diagnoz degan joyiga JET deb yozibdi-da, qaytarib berdi. Hali varaqni beribdi. Olib turib, "Doktor, bu JET degani nima degani?" "Juda erta tashlagan degani." Bu chiqib ketib, bitta otaxon kirib ketdilar. Doktorning xonasiga. Doktor ham yaxshi muomala bilan, "Assalomu alaykum ota, keling. Nima bezovta qiladi ota?" desa, "Oyog'im og'riydi. Chap oyog'im og'riydi." "Necha kirdingiz ota?" desa,
ikkam 80. Chap oyog'im og'riydi. Ha ota, xafa bo'lmang. 80 ga kiryapsiz. Qarichilik qaridingiz, tan olishimiz kerak. Oyog'ingiz ham qaridi. Meni chap oyog'im og'riydi. Ha tushundim. O'sha chap oyog'ingiz ham ikkam 80 ga kirdi. Qaridi otaxon. O'ng oyog'im og'rimaydi. Bu ham ikkam 80. Ha ota, hazilga ekansiz. Ota sizni nima bezovta qiladi desa? Men mana 80 ga kiryapman, hali ham kampirlarning orqasidan yugurib yuraman. Yaxshi-ku ota, yugurib yuravering. Yugurib yurganingiz bu yaxshi. Yaxshilikka yaxshi. Nima uchun yugurib yurganimni bilmayman-da. Otaxon chiqib ketganlaridan keyin ikkita alkash kirib ketdi. Ikkita alkash, ikkalasi ham ulpat ekanmi? Doktor tekshirib, qani tilingizni chiqaring qani desa, shunday tilini chiqarsa, tili to'la zirapcha emish. Mana u taxtani paraxasi zirapcha. Doktor hayron qolibdi. Nima yedingiz? Shunisi yegani. Tilingizga buncha zirapcha qaydan keldi? Ha, arog'im randalanmagan taxtaga to'kilib ketuvdi. Ikkinchisidan siz ham tilingizni chiqaring qani. Shunday tilini chiqarsa qop-qora emishdi. Doktor bunaqa kasallik ko'rmagan ekan. Yuragi olib. Siz nima edingiz? Tilingizga nima bunday qop-qora bo'ldi? Meni arog'im asfaltga to'kilib ketdi. Toshkentdanmi deyman, quruq kelib quruq ketyapti. Rahmat. Kelganiga rahmat. Sog' bo'lsin, juda katta bo'lsin. Haqiqatan doktorning qabrida ko'p voqealar bo'ladi. Doktorning qabrida ko'p yaxshi voqealar bo'ladi. Operatsion xonaga, operatsion stolda bir kasal yetalab olib ketishyapsa, kasal sakrab tushib, borib cho'ntagini kavlab pul sanayotganimiz. Doktor, unaqa qilmang desa, senga bermoqchi emasman. Narkoz berishingdan oldin pulimni sanab qo'yapman dermish. Haqiqatan g'irt komediya doktorlarning xonasi ham. Keyin bir opa kirib ketdi. Doktor tilini chiqarib qo'yibdi-da, o'zining ishlarini qilib, "Bo'ldi, opa, panon xonaga kiring" debdi. Opa janjal qilib qopti. Doktor, "Men sizdan xafa bo'ldim. 15 minut tilingni chiqar dedingiz, chiqarib turdim. Tilimga bir marta qaramadingiz-a?" Desa, "Men sizni tilingizni tekshirish uchun chiqartirganim yo'q. Ko'p gapirar ekansiz. Xalaqit qilmang" deb chiqarib qo'ydim. Doktorning xonasida qiziq voqea ko'p bo'ladi. Juda qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Bittasi doktor 1 minutga mumkinmi desa, "Yechinib keling" debdi. 1 minut desa, yarim minut bo'lsa yechinib keling debdi. Doktorda aytganini qilmasa bo'lmaydi. Yechinib kiyimlarini qo'liga olib kirib ketdi. "Mumkinmi doktor?" "Ana bu boshqa gap. Gapiring, qayeringiz og'riydi?" "Hech qayerim og'rimaydi. Men shopirman, ko'mir olib keldim. Qayga tushiray" deymish. Undan keyin bir neger kirib ketdi. Qulog'ini ushlab neger kirib ketdi. Doktor men ham chiqing yechinib keling. Qulog'im desam yechinib keling debdi. Doktorda aytganini qilmasa bo'lmaydi, kirgizmaydi xonasiga. Qop-qora bo'lib kirib ketdi bir mahal. Ana bu boshqa gap. O'ting mana yoqqa. Uni o'tib borgan ekan. "Egiling. Bu yoqqa o'ting, egiling. Bu yoqqa keling, egiling. Bo'ldi, kiyining." Doktor, "Men sizni davolash usulingizni tushunmadim." "Sen nimani tushunmadingiz? Bir qora to'mbichka oldim, xonani qayeriga mos tushishini ko'rib oldim." Sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Bir palapartishroq ayol kirib ketdi, bir palapartishroq. Kirib ketdi-da, ginekolog deb yozilgan eshikni tars urib kirib ketdi. Kirsa ichkarida ikkita erkak xalat kiygan, ovqat yeb, sigara chekib o'tirgan ekan. "Akalar, kechirasizlar, men obedlaringni buzib qo'ydim, kechirasizlar, juda iltimos, ko'rib qo'yinglar" deb stolga chiqib o'tiryapti. Iltimos sizlardan, endi iltimosni yo'q deb bo'lmaydi, bular ham qo'lidan kelgancha ko'rib, qarab qo'yibdi. "Akalar, nima deysizlar? Nima qilay?" desa, "Nima maslahat berasizlar?" desa, "Doktorga ko'rsating" deyishibdi. "Sizlar kimsizlar?" "Bizlar maliyar, bizlar bu yerda oqlayapmiz, opa."
tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Doimo sizlar bilan konsert zallarida uchrashaveraylik. Ortiqjon, ortiq. 4 yildan beri Toshkentda nonni yeyapmiz. Toshkentga gapirishimiz kerak. Boryapmi? Vo. Toshkentga o'tirib oling. Va qatta edingmi? Shoddaman-u. Habibni ko'rmadingmi? U ham shodda. Habibni paqani so'rayotdi-dedi. Qatta eding? Shoddaman dedim-u. Voy, jellani tagida qolganmisan? Kuldirish uchun eng birinchi shart mavzu zo'r bo'lish kerak. Mavzuni izlab nima qilasiz? Ha. Ikkita erkak bir bo'ldimi, mavzu aniq-ku. Tushunmadim. Ichamizmi? Yo'q. Ya ichaman endi bir bahona, bir sabab bo'lsa ichaman. Atak itish yo'q. Bugun odam bashara bo'lib yuribsiz ichmasdan, demak, bahona sababingiz yo'q ekanda. Ya bahona borki, araq yo'q. Yo'q. Ma'nikini teskarisi ekan. Sizda bahona bor, araq yo'q, ha? Araq yo'q, bahona ham yo'q. Bo'lganda Men araq topaman, bahona topasizmi? Gap qarang. Xuddi hozir men topaman desam, shippa borib araq topib keladigan. 6 sekund. Topasizmi? O'zbekchasiga 6 ga sanaguncha. Bahona bo'lsa men topib beraman. Bo'ldi. Bugun mana bayram, birinchi bahona, ikkinchi bahona, uchinchi bahona, to'rtinchi bahona. U ham bahona hisobga o'tsa bo'ladi. Topinchi qo'limda nima bor? Bosh harfi A yoki Ya. Arava, archa. Nima? Ara, yarimta. Yashiring. Nima qilasiz yashirib? Kimni yashiraman? Yaratgan ne yashirmagan, yaralganlarni yashirib. Nima qilasiz ularni? Hozir 100 gram ichasiz, ishga yaramay qo'yasiz. Qo'ying endi. 200 gram ichsam ham ishga yarayman men. 300 gram ichsangizchi? 400 gram ichsam ham ishga yarayman. 500 gram ichsangizchi? Baloda yarab turibman-ku. Me'yoringiz bo'pti endi bering, men bekitib qo'ying. Ya, men me'yorimga ozgina bor hali. Men me'yorimni yaxshi bilaman-da, o'rtoqlar. Men shuni ichiraman, ko'zimga bitta narsa ikkita bo'lib ko'rindi, men shuni to'xtataman. Ush me'yorim bo'ladi. Hey, siz mashinada rulda yurasiz. Ko'prikka to'g'ri kelib qolsangiz, ko'prik ikkita bo'lib ko'rinsa, qanaqa o'tib ketasiz? Uni yo'li oson. Yana 100 gram ichaman, ko'prik 3 ta bo'ladi. O'ttadan haydayman. Bering, men bekitib qo'ying. Bekitib. Bering, men bekitib qo'ying. Nimaga bekitasiz? Bering, men bekitib qo'ying shuni. Yo'q, men bekitay, siz toping. Qaysi qo'limdaligini topsangiz, 100 gram shularni baxti uchun olamiz. Men ham alkash emasman, o'layotganimni o'chaman. Agar topolmasangiz qaysi qo'limdaligini, men shularni guvohligida sindirib, to'kib, mayda qilib bering mikrofonni, men ushlab turaman, bekiting. Bo'p, sazasi o'lmasin. Qaysi qo'limda topingchi? O'ng qo'lingizda. O'ylab gapiring. O'ng qo'lingizda. Avdiramasdan kallani ishlatib gapiring. O'ng qo'lingizda. Ozgina yordam beraman, keyin vobshe yordam bermayman. O'ng qo'limda emas. Qaysi qo'limda? Chap qo'lingizda. Topdingiz. Qanday topdingiz? Bir o'yladim, topib oldim. O'ylasangiz kallangiz ishlab qo'yadi, lekin Bo'pti, qo'yib qo'ying uni. Qo'yib qo'yinglar. Bo'ldi. Xotin-qizlarni chiroyli qilib tabriklang. Bo'ling, katta bo'ling, vaqt ketyapti. Qo'yib qo'ying. Nimaga quyasiz uni? Ichmaydigan narsani quyib nima qilasiz? Qo'yingman deb qo'yib qo'ying. Tavba qildim men. Mana Bo'l, tabriklang xotin-qizlarni. bo'ldi. Bir ovoz qo'l bo'sh bo'lganiga qanday gapiraman? Hababni qo'lingizga oling. Olingizdan. Oling. Men alkashmasman, bir o'zim ichib. Oling. Do'stligimiz uzilmasin, araq zavodi buzilmasin. Nima dedilar? Durustroq gap bo'lsa, ichganga erishaylik. Tavba qildim. Durustroq ham bor. Kunduz topganimiz pul bo'lsin, kechasi topganimiz o'lim bo'lsin. Olinglar. Shu gap bo'ldimi? Shuncha odamlarni xijolat qilib oladi. Durustroq gapiring, tavba qildim. O'rtoqlar, ichkilik ichishdan oldin men ham ko'pchilik qatori shun bilan aqlim bilan xayrlashaman. Xayr, aqlim, xayr. Bo'pti, kelib tur yotadigan bo'ldi. Ana o'zim gapirib qo'ya qolaman. Biza gapiramiz shekilli. Bugun ichmaymiz shekilli. Gapirish kerak-da, bir durustroq gap bo'lish kerak-da, tavba qildim. Eng qisqa tosda ayting, uvoliga qoldingiz odamni. Eng qisqasi? Oldik.
Odamni ham shunchalik shoshiltiradimi? Birinchisi bilan ikkinchisini orasida qilib o'tmasin degan donishmand. Tugadimi? Ozgina qilib bo'lib tashlaylik. Ya. Bo'lmasa bunday qilamiz. Bu chiroyli qadaq so'zlar aytamiz. O'tirganlar qarsak chalib, bo'ladi desa o'shanda ichamiz, bo'lmasa ichmaymiz. Boshlaymiz. Yo'l 3 ga bo'linar ekan. O'ngga ketsang otingdan ajralasan, chapga ketsang moli davlatingdan ajralasan, to'g'riga ketsang boshingdan ajralasan deb yozib qo'yilgan ekan. Yigit otini, moli davlatini qizg'anib, boshingdan ajralasan desa ham to'g'riga ketibdi. O'shandan beri yo'q emish. Xo'sh, demoqchimanki, otni yoki moli davlatni deb boshimizdan ajrab qolmasligimiz uchun istagma deysiz. Yigit debdi otaxon, yaxshilik qilding, 3 ta qizimdan bittasiga uylan debdi. Yigit xohlaganiga uylansa bo'ladi-yu. Bir imtihon qilib katta qizni oldiga kelib, 2 nechi desa, katta qiz 3 debdi. Tejamkor ekan, o'rtanchisi 4 debdi, bilimli ekan, kenjasi 5 debdi. Demak, saxiy ekan. Savol paydo bo'ladi. Yigit qaysi biriga uylanadi? 3 deganiga, 4 deganiga, 5 deganiga deganim. Topolmadingiz. Uylanmaydi. Yigit chiroylisiga uylanadi. Chiroyli qizlar uchun olsak nima deysiz? Eshak 3 kun cho'ldan chanqab keldi. Oldiga bir chelagida to'ldirib suv, bir chelagida to'ldirib aroq qo'ysa, eshak qaysi birini ichadi? Suvni ichadi. Yashang, eshak qilgan ishni qilmasligi uchun biz 100 aroq olaylik. Qamoqxonada ikkita mahbus gaplashib qopti. Birinchisi ikkinchisiga qarab, "Men seni qarindoshlaringni tushunmayman. Sendan keyin bir xabar olmagan. Unda xat ham yozmaydi-ya" desa, ikkinchi mahbus kulib, "Xat yozib nima qiladi? Qarindoshlarda hammasi she'rda" deymish. Har qanday og'ir vaziyatda ham yonimizda bo'ladigan qarindoshlar uchun olsakchi. Seryozni to's bo'lsa ham bo'ladimi? Jiddiymi? Ayting. Ovchi kaptarni ushlab, endi boshini uzaman deb tursa, kaptar tilga kirib, "Yo, ovchi, men jonimni omon qoldirsang, bitta jonimni evaziga senga butun kaptarlarning galasini olib kelib, tuzog'ingga ilintirib beraman" debdi. Ovchi kaptarning kallasini uzib otib yuboribdi. Qissadan hissa mana shu o'zining jonini saqlash maqsadidan to'rasini, xalqini, elini, vatanini sotadiganlar oramizda bo'lmasligi uchun ozgina. Ota gap bo'ldi lekin. Yo'q, lekin siz ichmang. Men o'tirib olaymi? Kayfingiz oshib qoldi. Aytdim-a, ichma dedim-a. O'tiringmi, bek ko'tarilmay qolibsiz. Masmas mani. Bilaman, masmas siz o'tiringiz, yiqilasiz, tavba qildim. Umuman ichmaslik kerak aroq deydi. Aroq deb qancha oilalar buzilib ketyapti. Qancha qarang, tuppa-turus erkakning ahvolini qarang. Endi hozir o'padi endi. Bunisi yetmaganda hozir endi yig'laydi o'tirib olib. Qo'ying, ko'tarilmay qolibsiz, ichmang bundan keyin umuman siz. Ichmang. Nimaga alam qildi? Kecha uyga kelsam, ichib kelsam uyga xotin bola chaqa tanimayapti. Xotin bola chaqangiz tanimadi? Men tanimayaptim. Shuni alam qiladi o'g'lim. Kayfingiz tarqagandan keyinchi? Kayfim tarqagandan keyin qarasam, boshqa kvartiraga kirgan ekanman. Mayli o'tirib turing, men o'zim o'g'lingizni ko'rdim, chaqiray olib ketadi sizni. Chaqiring yo'qmi? Ismi nima edi? Arxipelkov, meva sabzavot Uzunobetajon. Kim qo'ygan bu ismni? Xotinim qo'ygan. Nimaga bunaqa ism qo'ydi? Shu ismni ayttirib, meni qancha ichganimni aniqlaydi. O'zi nima deb chaqiradi? Qo'zi deb chaqiradi. Ism Qo'zi desangiz bo'lmaydimi? Kayfchilikda shunaqa ism odamning yodiga keladimi? Meni qarang, yuring yaxshi, men sizni o'zim kuzatib qo'yay. Yuraman, masmas mani. To'xtang, bularchi? Bular bilan xayrlashib qo'yaverasiz. Keling, birga xayrlashamiz. Gapiring. Menga olam tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas. O'g'illaringiz kuyov bo'lsin, qizlaringiz kelin bo'lsin, xonadoningizga borib xizmat qilish ham bizga nasib qilsin. Rahmat yana bir bor. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Vaqtlaringizga rahmat, tashakkur. Sizlarga ham rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.
kulgu yo'lida halak, hazil jurnal handarak.